O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan 2 kun sochni bepulga olishar ekan. Qayerda deysizmi? Albatta Rebarberda. Ketdi. O'rtalar hozir ishchilaridan ham bilib olamiz. Haqiqatan tekinmi, tekin emasmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Hozir men to'g'ri tushunmayapman. Haqiqatan 14-15 aprel kunlari sochlarni bepulga olasizlar. Mana 1000 ta odam kelsa ham. Albatta. Eng muhimi uxlamasdan, dam olmasdan jamoa bilan ishlaymiz. Rostdan. Ha, albatta. Jinnimi sizlar? Ha, ne? Qanday qilib uxlamasdan turib olish mumkin? Sal odam dam olish kerak-ku. Ya, dam olish kerak emas. Ish sifatini ko'rsatishimiz kerak. Gapi yo'q. Assalomu alaykum. Mana ish jarayonida ko'rishinglar mumkin. To'g'risi mana to'xtashmasdan olishyapti, lekin o'zi ertadan boshlanadi. Menimcha hozirdan lekin klientlar mana to'lib ketgan. Aka, haqiqatan o'zi tekin olyapsizlarmi? Endi aka aldadimi, aldamadimi? Yo'q, to'ppa-to'g'ri ertadan boshlab 2 sutka bepul soch olamiz. Uxlamasdan. Gap yo'q. Qarang, mana sizlar jingalak ham qilasizlar sochda. Jingalak ham qilib olasizlarmi? Aka, Kelishsa jingalak. aka ikkita odam qoldi, mana uchinchi odam yo'q. Bo'ldi, siz keting, ulgurmadim, uspet qilmadim degan narsalar bo'lmaydi. Yo'q. Demak, bu videomizdan boshqalarga yetib borish uchun sizlar like, komment bosinglar, qolganlarga manfaatli bo'ladi va bemalol kelib tekinga sochlarni oldirib ketishlari mumkin bo'ladi. Albatta, Rebarberda. Barber. Kelaverasizlar. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Sog' bo'ling.